Ertalab tursam uyimizda non yo'q. Non yo'q bo'lsa un bor-ku deb o'zim non tayyorlashga kirishib ketdim. Bugun sizlarga ustoz Shaolindan o'rgangan piyozli non retseptini tekinga bo'lishmoqchi. Birinchi bo'lib ishimizni oddiy xamir qorib olishdan boshladim. Iliq suvga tuz, yog', droji, un solib Everest tog'ini hosil qilib olamiz va xamirimizni qilishni boshlaymiz. Xamirimizni yaxshilab o'rab olib qo'yganimizdan keyin u tayyor bo'lgunicha piyozlarimizni to'g'rab tayyorlab olamiz. Orada shunaqa yemagan fintlarni ishlatsalaring ovqatinglar, ya'ni noninglar juda ham shirin chiqadi. Xamirimiz ham ko'pib chiqdi. Endi bo'lsa biz buni alohida zuvalachalarga bo'lib qo'yamiz. Xamir ozgina dam olguncha biz tayyorlagan, ya'ni to'g'rab qo'ygan piyozimizga paprika va tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimizni videoda ko'rsatilgandek qing'ir-qiyshiq qilib yoyib, yaxshilab eritilgan sariyog'imizni surtib tayyorlab olamiz. Ustidan piyozimizni solib, xuddi ko'rsatilgandek qilib o'rab olib qo'yamiz. Tayyor nonimizni 5-10 daqiqaga tindirib qo'ysak, list ustiga qo'yganimizdan keyin osongina yoyiladi. Tayyor nonlarimiz bo'lsa 180 gradusda pechda pishirib olamiz. Men qilgan narsalar doim videoga olganimda ko'rinishi o'xshamay chiqadi, lekin ta'miga gap bo'lishi mumkin emas.